ishing zo'r bo'lganda, martabang ulug' bo'lganda, ketmoning baland uchganda, yoningdagi o'rtoq do'stlaringni ko'pligini ko'rib, "Oh, meni do'stlarim sochimni tolasdan ham ko'p" deysan. Boshingga kasallik kelganda, musibat kelganda, mansabing ketganda, hamma yoq dabdala bo'lganda, boshingni kali ekanligini bilasan degan. Abdumalik shuning uchun birinchi o'rinda eng yaqin do'st Alloh. Qur'oni Karimda bir oyat bor. Astagfirullah. Va ma lakum min dunillahi min waliyyin va la nasir. Sadaqallohul azim. Sizlarga Allohdan boshqa yordamchi do'st yo'qdir, haqiqiy do'st.